Uyda soatlab serial ko'rish o'rniga mana shu 3 ta video bilan hayotingizni do и poslega o'zgartiring. Birinchisi 100 kun rad javobini olib nimalarni o'rgandim. Avtori J. Jan. Atigi 15 minutlik videoda avtor rad etilishdan qo'rquvimiz borligi va uni qanday qilib yutish mavzusida gapirgan. Eng muhimi bu rad javobini qanday qilib o'zimizni foydamizga o'girishimizni o'rgatgan. Ikkinchisi odamlar sizni eshitadigan qilib gapirish. Avtor Julian Treasure. 9 minut ichida avtor nutq va gapirish usullarini qisqa lekin aniq qilib ochib bergan. Gapirish tonis, gap orasidagi mayda detallar va shunga o'xshash ko'plab instrumentlar videoda yoritib berilgan. Uchinchisi qanday qilib original fikrlashni rivojlantirish. Adam Grant 15 minutlik videoda eng original va kreativ g'oyalar faqatgina juda ham ko'p xato qilgan insonlardan chiqishi aytilgan. Bundan tashqari ko'p xato qiladigan insonlar qolganlardan ko'proq nimadirlar qilishga harakat qilishadi. Doim ularning miyasiga ideya kelishi bilan sirazu gazini bosishadi. Shu video 10 mingta like yig'sa, men shu 3 ta rolikka o'zbek tilida YouTube kanalimda chiqaraman.